o'ng qanotga Yan Diamandeni olib keldi. Ba'zi bir muxlislar esa uni butunlay unutib qo'yishdi. To'g'ri, jarohatlar uni sindirdi degan xulosaga kelishingiz mumkin. Ammo comeback degan so'zni eshitganingizda faqat va faqat uning ismi yodingizga tushadi. Demak, gaplashamiz Rodrigo haqida. Braziliyadan kelishingdan oldin ham seni Neymarning vorisi deb atashgandi. Real Madridga qo'shilib 90 soniya ichida 2 ta gol urib Chempionlar Ligasi tarixidagi eng buyuk comebacklardan birini amalga oshirgansan. Odamlar buni endigina boshlanishi deb o'ylashadi, ammo qandaydir qilib futbol Rodrigoni unutib qo'ydi. U Santos safida o'ynab yurgan paytlaridanoq uni Neymar bilan taqqoslashardi. To'p uning oyog'iga tushishi bilan o'sha sehrni, o'sha o'yinni biz ko'z oldimizda gavdalanardi. Shuning uchun Real Madrid uning ortidan keldi va Rodrigo atiga 18 yoshda dunyoning eng katta klubiga qadam qo'ydi. Bir necha mavsum davomida Rodrigo o'zining ajoyib qobiliyatini namoyish etdi, ammo uning eng yuqori nuqtasi Manchester Cityga qarshi yarim finalda yuz berdi. Real Madrid 2 gol farqi bilan yutqazayotgan edi. Chempionlar